xalqlarim, jonlarim omonni. To'g'risi endi bu murojaatim xalqlarga bilmadim endi men xalqlarim qanoq tushunadi, buni qanoq qabul qiladi. Neki bugun o'sha vaqti kelganki, har bir qarloq o'zini tanisa. Dunyoga insonlar jon beradi, qon beradi, faqat bir narsa uchun, o'sha o'zini madaniyati, farhangi, tili uchun. Ikkinchi shu jahon urushiga Cherchill haliga dokumentlarni, qog'ozlarni olib keladi. O'sha davlatni budjasini, puli olib keladi. Cherchill hamma qog'ozlarni ko'radi. Madaniyatga, farhanga yozilmagan pul ajratilmagan. Cherchill so'raydi: qani bu farhangni puli qani, budjasi, madaniyatni budjasi qani? Olib kelgan odam aytadi: Rafiq Cherchill, bizga urush ketayotibdi, qon to'kilyapti, odamlar o'lyapti. Biz agar budjani farhanga ajratsak, u urushga biz budja ajratolmaymiz, pul. Bizga o'zi farhang nima kerakdi? Biz urushni o'tib olishimiz kerak degan gapni Cherchillga aytadi. Cherchill biroz qarab turib, biz nima uchun urush qilyaptik deydi. Biz urushni farhangimiz uchun qilyaptik, saqlash uchun. Madaniyatimizni saqlash uchun qilyaptik. Biz bugun madaniyat, farhangimizga pul ajratmasak, bu urush qilayotganimizda nima foydasi bo'ldi deydi. Qarangki, insonlar madaniyat uchun, farhangi uchun, tili uchun urushlar qildilar, o'ldilar, jon berdilar. O'zlarini saqlab qolish uchun. Mana shu katta Rossiyaning o'rtasiga ham mana shu chechenlar, maydagina bir xalq o'z tili uchun, o'z farhangi uchun 100 yillab ruslar bilan urushib keladi. Tan bermaydi. Ruslar xohlaydi bularni shu yo'q qilib yuborsa, assimilировать qilib yuborsa, bular bo'yin bermaydilar. Savol senga qarlog'im qoni. Sen nima qilding o'zingni tiling uchun, farhanging uchun? O'zingni millating uchun nima qilding sen? Nima qilolding? Hech narsa. Hech narsa qila olmading. Ki qarloqlar uchta buzurg imperatorlik davlatini hukmdori bo'lganlar, yasaganlar. Qarluq xoqonoti, Qoraqonlik davlati, G'aznaviy davlati. Uchta buzurg davlat yasaganni naslli bugun meni sen qarloqlar biz nomimizni aytishga qo'rqamiz. Nima bizni o'ldiradilar, nima bizni qamaydilar. Madaniyatni saqlash, farhangni saqlash, tilni saqlash. Bu bir tolib kelib senga, "Mah jonim, mana seni farhanging" deb bermaydi.
buni to'lashasan, urushasan, seni yo'q qilaydigan chiqadi, qon to'kasan, jon berasan, jon olasan. Ana uchunga seni nasling boshini ko'tarib men qarliqman deydi. Ana uchunga aytadi. Agar borib turib o'risni g'ulomi bo'lsang, tojikdan qo'rqsang, ki Imom Ali meni o'ldiradi, qamaydi desang, senga hech kim olib kelib farhangingni bermaydi qo'lingga. Ma jonim, mana shu seni farhang ekan, seni madaniyat, sen qalliqsan deb aytmaydi hech kim. Va bizni bobolarimiz ham uch Qarluq davlatidan boshlagan Qarluq xoqonotligi, Qoraxonlik davlati, G'aznavi davlatini bular kulcha va qalaman ham qurmaganlar. Buni sadaqa ham olgan yo'qlar bir tada. Ki bugun O'rta Osiyoni Lenin sadaqa qilib berdi. Buni sadaqa olmaganlar. Mana shuni qon to'kdilar, jon berdilar, jon oldilar. Ular bu davlatlarni qurdilar. Bu nomni qurdilar. Qarluq nomini tarixga o'tkazdilar. 600 yil davlat qilgan Qarluqning nomi bugun balasi uyotadi o'zini, men Qarluqman desa. 600 yil, yarım asrdan ko'p, yarım asr deyman, 6 asrdan ko'p davlat qilgan. Undan keyin xuddi Pokistonga davlat qilib sikka tanga chiqarib, nomi Muhammad Hasan Qarluq tanga chiqarib davlat qilgan. Qarluq nomiga tangalar bo'lgan davlat qilgan. Bugun Qarluqlar uyotadi o'zlarini Qarluq desalar. Shuncha boy tarixdan, shuncha boy millatdan bugun uyotadilar bular o'zlarini biz Qarluqmiz desa. Qarluq bo'lish ham oson emas. Bu har kimga emas Qarluq bo'lish. Shuning uchun yo'llarim bugun ana o'sha vaqt sen hech kimdan qo'rqmagin, o'limdan qo'rqmagin. O'lasan, bugun ham o'lsang o'lasan, erta ham o'lsang o'lasan. Lekin kim bo'lib o'lasan, nima uchun o'lasan? Eng muhim savol mana shu. Sen kim bo'lib o'lasan? Nima uchun o'lasan? Qarin uchun o'lasan yo huviyat millating uchun o'lasan? Qarin uchun o'lganlarni birontasi bugunga davr qahramon emas. Qarin uchun o'ldi deydi. G'ulom bo'lib o'lganlarni birontasi bugun qahramon emas. Bir g'ulom edi o'ldi deydi. Lekin milliyat uchun o'lganlar, jang maydoniga o'lganlar bugun qahramonlar. Chunki ular bugungi milliyatlarni saqlash uchun o'ldilar. Ular yashashdi, bu dunyoga g'ulom bo'lib yashashdi, maydonga huviyat milliyatini difo qilib o'lishdi afzal ko'rdilar yashashdan ko'ra. Insonga milliyating, huviyating, bayrog'ing bo'lmasa, majbursan etganni huviyatin tagiga yugurib borsan o'zing tiqib. Bugun ham Tojikistonga qalliqlarga biz kam ko'rmaymiz bu narsani. Pasport olgani boradi, meni tojik yoz deydi. Og'zidan aytadi. Men tojik yoz deydi. Nima uchun desa, qardi uchun, ishlash uchun. Ki men bir joyga odam qatoriga kiray deb, meni tojik yoz deydi. Yo bo'lmasa aytadi, o'zbek yozaman seni. Lekin Qarluq yozmayman deydi. Sen millatsan, seni tarixing bu. Sen 600 yil davlat qilgansan. Mayli olaylik tojiklarni somonidan davlat qildi. 90 yil davlat, bir asr ham emas. Lekin 6 asr davlat qilgan Qarluqni bugun
bir asr davlat qilmagan millat qabul qilmaydi. Sen millatsan demaydi. Bugun menimcha vaqti kelgan qalliqlarim haqlarini talab qilish. Yo tasala shunoq qardlaring qashiv etgan ayag'in tagiga g'ulom bo'lib. Eng eng nang joyi, eng nomus joyi mana shu pasport olayotgan vaqting. Mana shu yerga borgan kimsan desa, sen qalliq uyiga tug'ilib, qalliq tiliga gapirib turib, pasport olayotgan vaqtingga seni millatingni yo tojik yozadi yo o'zbek. Hop, nima deysan bu jinga? Qandoq o'zingni sezasan shu chenga? Nima ehsoslar keladi o'zingga? Kim degansan savol keladi senga. Sen kimsan degan. Bir oynaga qara, sen kimsan? Nima uchun sen qarilikqa yo o'zbek yo tojik yozib berish kerak? Nima uchun? Yo nima uchun sen layga yo o'zbek yo tojik yozib berish kerak? Nima uchun sen o'zing laqay deysan unoq bo'lsa? Yo sen nima uchun o'zing qalliq deysan unoq bo'lsa? Sen o'zbek bo'lsang yo tojik bo'lsang, nimaga sen o'zing qalliq deysan? Nima uchun aytasan bu gapni? Nimaga qalliq tiliga gapirasan bo'lmasa? Hali aytaydi-ku, jon tartmasang jonona qarga degan bir qalliqlarning bir she'ri ham bor edi. To agar jon tartmasang, seni milliyating kelmaydi qo'lingga. To agar qon to'kmasang, jon bermasang, jon olmasang, seni jononang, huviyating qo'lingga kelmaydi. Buni ikki quloqingdan eshitib olgin. Agar o'lishdan qo'rqsang, erta o'lasan, xohlasan, xohlamasang o'lasan. Bugun o'lmading, erta o'lasan. Erta o'lmading, ertadan keyin ham o'lasan. Lekin kim bo'lib o'lasan sen? Kim? So'zingga qalliq, pasportingga tojik yo o'zbek urilgan. Kim bo'lib o'lasan sen? Na tilingni saqlay olasan, na tilingga yoz olasan, na tilingga nima bir uyni ichiga gapirasan. Hali ko'chaga ham chiqsa aytadi, tojikcha gapir deydi, uyat bo'ladi. Nimaga uyat bo'ladi? Men bun sut ichdim, qalliqni suti. Hop. Tojik birodarlarni bir yaxshi she'ri bu. Zahr bodo sheri modar ki zaboni modari gum karda است. Ya'ni bu sizlarga ko'p katta daxli bu qalliqlarim. Zahr bo'lsin u sut tanalaringaki sizlar ona tillaring, qalliq tillaringni bugun sotasizlar, almashasizlar. Zahr bo'lsin u sut. Hop. Neki etganni xizmatgori bo'ldinglar. Bo'rlarga ikkita tunukani toqib qo'ydi. Mayor, leytenant, polkovnik deb xizmat qildinglar. Sozladinglar boshqa millatni. Og'izlaringdan nonlaringni tartib oldi, madaniyatlaringni tartib oldi. Tekkina o'tirdinglar. Farhang kiyimlaringni tartib olib turib o'z milliyatiga qildi. O'zlaring tek turganlaring-ku mayli, yana sizlar xizmat qilib berdinglarki shu narsalar bo'lsin. Xizmat qilib berdinglar shu narsalar bo'lsin boshqaniki deb. O'zlaring uchun nima qilding? Tiling uchun nima qilding? Qalliqliging uchun sen nima qilding? Savol senga. Hali Tojikistonga bir narsa gapirsang, aytadi sen bir daraxt tikkansan bu yerda deydi, gapirasan. Marhamat, javob bergin.
qishloqni qishlog'iga boshiga rais tojikni olib kelib qo'yadilar. Sizlar qo'ydan nima farqlaring bo'ldi? Qo'ydan ham boshiga kimni xohlasalar dahmarda qo'yaveradi. Sizlar nima farqlaring bo'ldi oralaringga qo'ydan? Qo'ydan xohlagan vaqtiga olib borib so'yadi. Sizlar nima farqi bo'ldi sizlardan? Balalaringni kelib turib uylaringdan o'chkidak mang'ratib olib ketadi ablava qilib xizmatga. Naq deya olmaysan birdan. Bir shurong yo'q, bir hukumating yo'q, bir advokating yo'q, bir arqangdan gapiraydigan odam yo'q, bir amniyating yo'q. Tamom shu hali tojik aytgandek tavakkal barsar ekan, tamomi taqdiringni tojikni qo'liga topshirgansan. Nima xohlasa boshingga qiladi. Nima xohlasa qiladi. Buni oddiy emas. Xohlasa tajovuz qiladi, xohlasa balangni mang'ratib turib xizmat olib boradi. Nima xohlasa qiladi, xohlasa o'ldiradi, xohlasa turma qiladi. Yana shuni ishlariga ham ishlaydigan yana o'zi qalliq laqaylar o'zlari ishlaydi. Borta o'sha amniyatini ko'r, o'sha harbisini ko'r, boshqasini ko'r. Yarmi tam qarlug'i, yarmidan ko'pi tag'am qarlug'i laqaylar. Xo'p, qonjonim, o'zing shu savollarga javob topa olasan agar savol bersalar. Nima qiling degan savolga javob topa olasan. Javob topa olmaysan jonim. Chunki topish qiyin bu savolga javob. Nomus kerak bu savolga javob topish uchun. Bilasizlar? Vijdon kerak bu savolga javob berish uchun. Vijdon kerak. Ki men qarloqman deyish uchun isbotla qoni menga qog'ozini ko'rsat, qarloq yozilgani bo'ldi. Sen fake bir qarloqsan, falshiy qarloqsan. Chunki seni biron joyga ofitsialna yozilgan qarloq degan noming yo'q. Hech joyga. Hali odamlarni hisobiga olganga qarloqlarni 7000 yozibdi. Men o'zimni ovladim 7000 dan ko'p. Mana shu Astana ovladi 7000 dan ko'p hisoblab chiqqan. Bir Astanani hisoblab chiq 7000 dan ko'p. 1,5 million qarib 2 million qarliqni bugun 7000 deb yozib qo'ygan. Qay bir qarliq chiqib aytdi, sen nima qilyapsan? Buni kim senga haq berdi bizni 7000 deyishga? Qardan oling bu hisobni? Deyishga birta aytdi. Oliming ham qaringa sotilgansan, ma'liming ham qaringa sotilgansan, harbing ham qaringa sotilgansan. Sizlar qarin uchun millatni almashdinglar. Qarin uchun milliyatni sotdinglar. Sizlar qarin uchun huviyatni sotdinglar. Sizlar qarin uchun hamma narsani sotdinglar. Faqat qarin uchun, boshqa narsa uchun emas. Hech narsa qarindan bo'lak olgan yo'qsizlar bu dunyoga. Hech narsa olgan yo'qsizlar. Sizlar nomlaringni sotdinglar, nishonlaringni sotdinglar, huviyatlaringni sotdinglar, ruhiyatlaringni sotdinglar, milliyatlaringni sotdinglar. Hech narsa qolmadi qalliqda. Faqat mana shu qishloqlarning ichiga men qalliqman deyishdan bo'lak boshqa narsa qolmadi. Shuni ham tag'am aytmaydilar. Shu so'zni aytishdan ham tag'am qarliq uyotadi men qarliqman deyishga. Mana shu so'zni aytishga tag'am uyotadilar. O'zini qarliq deyishga uyotadi. Bilasizlar buni? O'zlaring yaxshi bilasizlar. O'zini qarliq demaydi, ham ko'chaga chiqsa, har bir polvonlaring bor edi, har bir zo'rlaring bor edi. Hammalaringni olib tojik yozib qo'ydilar. Bir tang niq demading, niq aytmading. Ey, nima uchun sen bu ishni qilasan? Men qarliqman. Meni nomim bor, meni huviyatim bor. Meni milliyatim bor.
Buni sizlarga kim haq beradi buni yo'q qilishga, meni huviyatim, milliyatimni? Sizlarga kim bu haqni berdi? Degan savollar aytding bir talari. Bir tang so'rading. Yo'q. Bugun Pokistondan, Afg'onistondan tilini yo'qotgan qarliqlar, nomusini yo'qotgan yo'qlar. Bugun yuzlab, minglab chiqib men qarliqman deydi. Bilasizlar? Tojikistondagi til yo'qotmagan qarliqlar huviyat ruhiyatini yo'qotganlar. Nomusini yo'qotganlar. Tur qoni meni yanima tur. Meni yanima sen tur. Men tishini sug'uraman senga tish ko'rsatganni. Sen meni yanima tur. Jon kerakdi jon beraman. Qon kerakdi qon beraman. Bu narsadan men qo'rqmayman. Bu narsa meni allimni ololmaydi. O'lim meni to'xtatolmaydi bu yo'ldan. Qaybiring turdinga meni yanima. Qoni polvonlarim, qoni zo'rlarim, generallarim, aytding aka, biz ham shu davlatga xizmat qilyaptik. Biz millatmiz, bizni millatini yozing asla. Nima uchun sizlar bizni millatimizni nazar olmaysizlar? Nima uchun sizlar xizmat qilasizlar bor u davlatga bo'lmasa? Sening millating qabul bo'lmagan davlatga sen nima bor u xizmat qilyapsan o'ra? O'zingni tojik yozdirib bor u xizmat qilyapsan. Xiyol qilasan u tojiklar devonalar bilmaydi sen kimligingni. Shu bugun boshingni ko'tar, boshingga tosh yog'ishni ko'rasan. Meni xoini vatan dedilar. Vatanfurush terrorist dedilar. Vatandan surdilar. 10 yildan oshiq bo'ladi, 13 yil bo'ladi men vatandan chiqib ketganman. Bir qarliq turib aytdiki, bu qarliq balasi, bu Astananing nevarasi, biz taniymiz, bu terrorist emas, bu birontani o'ldirgan yo'q, birontani allatgan yo'q, pulini olgan yo'q bir tani g'ulomlikka sotgan yo'q. Qoni beraka qon sen tojik, nima uchun sen buni terrorist deysan? Aytding-a bir tan. Yo'q, o'zlaringdan qo'rqasizlar. Bu qo'rqishdan sizlar millat bo'la olmaysizlar. Qo'rqding, millat bo'la olmaysan. Kim bo'lsa bo'lmasa. Bugun so'g'diklar qo'rqadi, millat bo'la olmaydi. Bugun qarliqlar qo'rqadi, millat bo'la olmaydi. Keyin o'lib ketgandan keyin bir kun ana u qarliqlardan gapiraydi, haqni aytaydi u. Lekin uni yaniga biz turmadik degan savolni o'zlaringga bera olmaysizlar. Nima uchun uni yaniga sizlar turmadinglar? Mana shu konferenslar bo'ladi, konferenslar. Uzoq ketmayman, mana shu xuddi tojik birodarlarimiz 3000-4000 dollardan bir side event bo'ladi, bir hamma o'sha konferensga kelganlarni alohida bir zalga chaqirib gap o'tkazadi. 40 minut, 45 minut vaqt, eng ko'pina 1 soat vaqt beradi. 3000, 4000 to 5000 dollarga davr. Uni perevodlari bilan olasan, 4-5000 dollarga davr. Bir konferensga boshqa millatlar 4 ta 5 ta side event oladilar. Shu 10 kun konferensga bir kundan keyin side event oladilar. Ki o'sha xalq yig'ilsin alohida mana shu millat to'g'risiga gap ketsin. Tarjumalari bilan 4-5 ming dollar berib 1 soat uchun oladilar. Yig'adilar, xalqi pulni yig'adi. Xalqi taylaydi, xalqi qo'llaydi. Chunki millati uchun qiladi xalqi. Qani qarasan qarlig'i? Qarasan men bir side event olay. Bir side event olay. 1,5 million qarliqsan. Qo'pollar ham bo'lsa Tojikistonga tualetga kirib chiqishing 3 somon. Lekin 1 somon millating uchun, huviyating uchun 1 somon sen taylading-ki,
Ke bir so'mdan taylaylik. Shu bizdan ham bir odam bo'y yosharga. Olsin bitta ikkita sayd event olsin. Ke bitta ikkita ma'lum yozaydigan odamlarni registratsiya qilib olib borsin o'sharga yaniga. Gapirsinlar qalliqlardan, bular huviyatidan, mana jahon qatoriga chiqib qalliqlardan gapirsinlar. Qilinglar birtalaring. Ko'tlaringning og'ziga bo'q kelsa kechirasizlar, 3 so'm berib tualetga kirib ichasizlar. Agar 3 so'm bermagina shu Tojikistonga chichkani qo'ymaydilar. Lekin men aytayki, 1 so'm qarlig'im. 1 so'mdan taylangan bir oyga ko'p emas. Xotinlar emas, erkaklar, maydalar emas, kattalar 18 yoshdan balanding. To 50 yoshga davr, 40 yoshga davr. 1 so'mdan taylangan ko'p emas, yig'inga. Qani biz ham bir narsa qilaylik. Mana Afg'onistondagi qarlig'im Angliyaga judo sportini ma'lumi. Marhamat, men qarliqni balasini olaman deydi. Olib kelgin deydi. Men joy beraman deydi. Men o'zim boqaman kissamdan deydi. Olib kelgin deydi qarliqni balasini. Qarliqni bayrog'ini ko'tarib chiqsin deydi. Olib kel deydi. Men qardan olib borishim kerak hozir? Agar sizlar mana jonim, sen shu narsani iqdom qilgansan, mana biz senga mana shu 1 so'mdan bir oyga 1 so'm yig'amiz. Meni qo'lima bermang. O'zlaring qo'liga yig'ing. Men sizlarga aytdimki, mana bu yerga mana shuni qilaylik dedim. Sizlar o'zlaring qiling. Menga pullaring kerak emas qo'lima. Men qo'lima pullaringni ushlamayman ham. Qoni bugun bo'lgan edi. Men bir tamas 10 ta qalliq balasini Angliyaga olib dokumentini to'g'rilab, o'zim qilaman dokumentini deydi. O'zim boqaman shu yerga deydi. Nonini ham beraman deydi. Qani men bir 10 ta qalliqimni balasini Afg'onistondan, Pokistondan, Tojikistondan, qardan bo'lmasa bir 10 ta qalliqimni yaxshi polvonini viza qilib olib borsam edi. Yosh bachalarni bugun borib turib 2-3 yildan keyin urib jahonga qarliq bayrog'ini ko'tarib turib, men qarliqman deb zudolarga chiqsa edi. Qani borsinlar. Yo'qsinlar. Mana Olmonga og'ir yuk ko'tarishdan polvon olib kel, aka o'zim qarayman deydi. O'zim ko'rsataman, o'zim bilaman olib zalga o'zim tamrinni qilib beraman deydi. Qandoq men olib kelishim kerak? 2-3 ta qalliq balasini mana bu yerga tamrin qildirsam. Qandoq men olib kelishim kerak buni? Qaysi pulga olib kelishim kerak? Qargasalar. Men aytmayman, men uchun qilinga demayman. Men aytaman, qarliqni ertasi uchun bugun qilinga, to'planinga, yig'ilinga, bosh bo'linga. 1 so'm qarlig'ing uchun o'zingni ertaga milliyating uchun 1 so'ming shuncha og'ir tushadi senga. O'sha 100 martam takrorlab aytaman, chichishingdan arzon tushyapti. Ki Tojikistonga 3 so'm bermasang chicha olmaysan. Har kuni bozordagilar 2 marta 3 so'mdan berib borib chichi siyib keladi. Nohot seni milliyating bo'qingdan ham past bo'lsa. Nohot seni milliyating bo'qingga arzimasa. Yo Tojikistondagi qarliqlarim, yo o'sha badavlat qarliqlarim. Nohot sizlarga arzimasa bu narsa. Nohot sizlar uchun bu narsani qimmati bo'lmasa milliyatlaringni. Tamomi molingdan, tamomi chizingdan, boyligingdan agar seni milliyat huviyating bo'lmasa, sen hech kimsan. Hech kimsan. Pashsha sendan baqadir, chunki pashsha deb uni men ham pashsha deyman. Ona bu ham pashsha deydi. Boshqasi ham pashsha deydi. Chunki uni pashsha deb taniydilar. Lekin seni qalliq deb
O'zingdan bular hech kim tanimaydi. Eshak sendan qadri baland, chunki eshakni tamommi dunyo eshak deb taniydi, seni qalliq deb hech kim tanimaydi. Chunki hayvonga huviyat bor, odamlar o'sha hayvonni nomi bilan taniydi, lekin seni qalliqligingdan hech kim tanimaydi. Hech bir inson tanimaydi. Chunki sen uchun xizmat qilishing kerak. Sen uchun madaniyat yasashing kerak. Ana uchenga sen qalliq bo'lasan, ana uchenga sen laqay bo'lasan. Jon berishing kerak, qon berishing kerak, maydon chiqishing kerak, urushing kerak urgan joyga. Uchenga sen qalliq bo'lasan. Bo'lmasa sen qalliq bo'la olmaysan jonim. Hech kim bo'la olmaysan. Sen bayrog'ingni ko'tar, bugun Falastinni ko'rgin, ustidan bomba yog'yotibdi, bayrog'ini ko'tarib maydonga chiqyapti. Bombani tagiga chiqyotibdi. Huviyati uchun, nomi uchun chiqyotibdi. Sen nima qilasan? Sen nima qilyapsan? Sen o'risda g'ulomisan, tojikda g'ulomisan, hech bir joyga odam qatoriga qabul bo'lmaysan. Sen faqat hisob uchun keraksanki, Tojikistonga 10 million aholi bor. Tamam. O'sha 10 millionni to'ldirishing uchun sen keraksan. O'sha 1,5-2 millioning sizlar shuncha uchun keraksizlar. Tamam. Bu tomoniga sug'dliklaring ham 3 millioning shu odam ko'paytirish uchun kerak. Boshqa narsa uchun kerak emas. Laqaying ham shu uchun, qatag'aning ham shu uchunsan. Hammang mana shu uchun keraksizlar. Tojik aytganda xo'jam bog'dori dorib. Mana sizlar xo'jam bog'sizlar. Tamam. Boshqa biror narsaga sizlar kerak emassizlar. O'ldirish uchun boshqa narsa uchun sizlarning birlaringga tunuka to'qib turib, pasportlaringga tojik yozdirib, keyin ishga olib turib, keyin boshqalarni o'ldirish uchun sizlar kishlashga keraksizlar. Tamam, boshqa biror narsa kerak emassizlar. Sen huviyatingni yozdira olmaysan, generalim, polkovnigim, leytenantim, mayorim, sizlar huviyatingni yozdira olmaysan. Sen nima mansabing bo'lsin seni? Sen xizmat uchun mansab qilasan. Kuchukka ham bir og'iz non beradilar. Bilasizlar nima uchun? Chunki kuchuk uyni boqadi. Nima uchun jonivorga non bermaydilar? Chunki jonivor uy boqmaydi, jonivor o'zini boqadi. Bilasizlar? Ikkisi ham bir ovlodlar. Kuchuk bilan jonivor ikkisi bir ovlodlar. Nima uchun kuchukka doim non beradi bir odam? Chunki kuchuk uyni boqadi. Kuchukni tishlashi bilan jonivorni tishlashi ikkisi bir. Ikkisini ko'rinishi ham bir. Lekin biri odamlarning xizmatiga bir og'iz non uchun. Biri bo'lsa g'ojdan o'ladi-yu, dashga xizmat qilmaydi. Qay birisan sen qalliq? Qay birisan? Jonivor degan joyga, o'tirgan joyingga siyib yuborasan qoni deb. Kuchuk degan joyga hich deysan. Tur nara, hich. Tepasan ko'taga yotgan kuchukni. Bilasan nima uchun? Chunki bugungi meni sen ana shu kuchukdagimiz. Qarloq. Kerak bo'lsa ko'tibizga tepadi. Kerak bo'lsa bo'rozga tunukan toqib turib xizmatini qildiradi. Boqamiz, qaraymiz, balalarimiz bor turib xizmatini qiladi. O'zimiz xizmatini qilamiz. Xohlasa yerimizni tartib oladi, xohlasa nomimizni tartib oladi. Nima xohlasa qiladi boshimiz. Ya'ni seninle men farqimiz o'sha kuchukdan nimada? Yaxshiroq hursak, ko'proq non beradi. Yaxshi kuchukka ko'p non beradi. Agar yaxshi boqolmasak uyini, hich deb ko'tibizga tepib suradi. Bugun meni sen kuchukmiz. Mana shu kuchukda xabarmiz. Men shuning uchun aytaman, qarloqim, jonivor bo'l, kuchuk emas. Jonivor bo'l. Bo'lmasa, mana shu ahvol yuraverasan. Xizmat qil.
bujaga daromad olib kelib. Minglab qallig'ing balasi Rossiyaga ishlab pul perevod yuborib, Tojikiston bujasiga xizmat qilasan. Minglabing bozorga xizmat qilasan. Minging borib turib, bo'ringa tunuka toqib xizmat qilasan. 4 tarafdan xizmat qilasan. Nomingni yozmaydi pasportingga. Qalliqsan deb seni priznavat qilmaydi. Priznavat qilmaydi ki sen qalliqsan. Tan olmaydi seni qalliqligingni tag'in. Buning ustiga, shuning hammasini ustiga. Mayli birga yashaymiz, barodarmiz, boshqamiz desang, busi ham mayli. Lekin barodar bo'lgandan keyin senki uni tan oling, seni tan olish kerak-ku, sen qalliqsan. Bungi UFC'ga borayotgan sportsmenimizni ko'rsak, men tojikman deydi. Bu yotmasdi senga. Yo seni huviyating yo'qdi. Yo seni milliyating yo'qdi. Mana bu ahvolga kelib tushgan qalliqlar. Mana bu ahvolga aytaman bir saydeven 4-5 ming dollar turadi. Lekin 5ta saydeven dollarlar. 20-25 ming dollar 10 kun ichiga rasxod qiladilar. Nima uchun deganga, iminna o'sha 1 soat vaqt mana shu o'sha millat uchun gapirilsin deydi. Eshitilsin dunyoga, quloqlarga eshitilsin deydi. Agar men bu xizmatni bir boshqa millatga qilganim, ustimdan buni qilib turib zar-zevar cho'chaydi. Bir o'zim maydonga bir qalliq kelib bir kommentariya yozishga yo bilmayman, men seninlanman deyishga g'ayrat qilmaydi. Shunaqmasdi qalliq. Men aytaman, ertaga men qalliq uchun men emas, ochinga, karta ochinga, shot ochinga o'zlaring qo'liga tursin. Bir talaring bosh bo'linga 1 so'mdan o'z millating uchun har oy taylagin 1 so'm. Ko'p emas. 1 so'm yig'ilsin. Mana bugun ertaga bir joyga men topamanki, qarloqni balasini bir o'qishga, bir boshqa joyga olib kelishim kerak. Hop. Bunga pul kerak, viza kerak, unga joy kerak. Uni qaysi puldan men boqishim kerak? Meni bobom milliardlab tillolar qo'yib ketmagan, men ularni sotib turib, olib kelib qarloqim balalarini o'qitsam. Bugun qo'llash kerak. Bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Bugunki men allinga tushganman, orqadagilar qoni qo'llangan. Nima qilish kerak? Bugun nima qilsak, ertaga biz qalliqni nomi, huviyatimiz o'zimizdan uyotmaymiz degan savol bering. Nima qilsakki uyotmaymiz? Bugun qalliqman deyishga sen uyotasan qalliqim. Nima qilsak uyotmaymiz? Hop. Bugun biz sportsmen chiqarishimiz kerak. Bugun biz artistni chiqarishimiz kerak, doktorini chiqarishimiz kerak, boshqasini chiqarishimiz kerak. Bugun qilish kerak bu narsalarni. Buni hammasiga kerak. Bebu bo'lmaydi. Tojik barodarlar aytadi-ku, bepul suxanada asar nadora, holiki tidori xar nadora. Agar bo'lmasa bu so'zda asari yo'q. Buning uchun birlashish kerak, yig'ilish kerak, bir qo'lli bo'lish kerak, quloq solish kerak. Bu moling bugun qo'lingdan ketadi. Bu quvvating bugun qo'lingdan ketadi. Ertaga keyin nima bo'lasan? Baland kim bo'ladi? O'z huviyatini sotib boshqa bo'lib men boshqa millatman deb yuriydi. Nima qilsin boshqa? Chunki boshqa millatlar qon to'kdi, jon to'kdi, millatini yasadi. Sizlar tayyorga oyor borib turib, tayyor yasalgan millatga men o'zbekman yo men tojikman deb o'zlaring tiqib o'sharga yuraverasizlar. Boshqa nima qilasizlar? Balalaring shu ishni qiladi. Bundan boshqa ish qila olmaydi. Chunki bundan boshqa qo'ldan kelmaydi. Aytadi-ku, 100 yilga bir odam keladi. Bu men sizlarning shansi bo'lishim mumkin. 100 yil ediga tag'am mana Astonadagi odam kelmasa boshlarini. Bugun birlashinga, yig'ilinga, har bir qishloqning bosh tayinlang o'zlaringa.
Chig'inga boshliqlaring nima qilish kerakdi? Men aytaman nima qilish kerakdi. Qay qadamni qo'yish kerakdi. Men birinchidan aytaman, har bir insondan biz avval gapiramiz. Hop. To o'sha joyki yaxshilik bor, biz qilamiz. Shu ish yaxshilikdan bo'lsin. Yomonlik bo'lsa, biz yomonligini ham qilamiz. Urush kerak bo'lsa, biz urushni ham qilamiz. Qaytmaymiz bizdan. Chunki men u odam huviyati uchun, o'z milliyati uchun o'ldirishga tayyor bo'lsa, men ham tayyorman. Men ham bundan qaytmayman. O'lishga tayyor bo'lsa, men ham tayyorman. Men ham qaytmayman bu narsadan. Belingni bog'la qallig'im. Rossiyaga sen qarasan, yig'ilingga 1 so'm bir oyga. Nos ham chekiyotsan 1 so'mga. Simichka ham cho'qi taylayotsan 1 so'mga. Nohot bir nos, bir simichka yo bir tualetga chichayto'g'on 2 so'm 3 so'mga kirib chichayotsan, shuncha qadring o'z milliyating senga shuncha qadr bo'lmasa, shuncha bo'lmasa-ki sen bir oyga 1 so'm 2 so'm o'sha taylamasan. Ki erta o'shani seni bir qalliqni balasini yo'qitishga kerak kelsa, erta o'sha bir qalliqni balasini bir sportga olib borishga kerak kelsa, erta o'sha bir qalliqni balasini bir joyga olib borishga kerak kelsa, milliyat uchun. Nahot shuncha ish qila olmaysan. Qo'lingdan shuncha kelmaydi. Qo'rqasanki sen o'z milliyating uchun 1 so'm bersang, Emomali olib borib seni qamaydi. Shundan qo'rqasan. Hop. Mana senga jonim qallig'im. Shundan agar qo'rqsan. Hech bundan qo'rqmaydi. To agar milliyating uchun sen o'lishga tayyor bo'lmasang, sen odam bo'lmaysan, hech kimsan. Yuriysan ana uni bayrog'in tagiga, buni bayrog'in tagiga, usi keladi, uni tiliga praznigi bor, uni farhangiga praznigi bor, uni boshqasiga yig'ilishlari bor. Bugun bizda til kuni deb hamma sizlar faqat o'shalarga raqosa bo'la olasizlar, xolos. Ular musiqini uradilar, bizda til kuni bayram deb bugun jashn qiladilar. Sizlar unga raqosa bo'lasizlar. Sizlarning balalari erta raqosalari bo'ladi. Xolos, boshqa ish bo'lmaydi. Chunki seniki yo'q til kuning, seni bayroq kuning yo'q, seni tilingning kuni yo'q, seni farhangingning kuni yo'q, seni tamaduning hech narsaga haqqing yo'q sening. Seni milliyating yo'q, millat kuning yo'q. Raqosasan, xolos jonim. Nima qilasan bundan keyin? Buni sen o'zing ixtiyor qilgin jonim. Raqosa bo'lasan yo millat bo'lasan. Yo aytganni prazniklarga raqosasi bo'lasan. Tamom. Ana bitta til kunini qayd qiladi. Qarsagur, bugun Tojikiston til kuni. Uni senga nima daxli bo'ldi? Sen qalliqsan, senga nima daxli bo'ldi? Bugun Tojikistonga yana falon milliy kuni. Uni senga nima daxli bo'ldi? Sen o'sha kunlar raqosasisan. Chunki u kunlar seniki emas. U boshqa bir odamniki, boshqa bir huviyatniki, boshqa bir milliyatniki. Qara o'shalar jon berdilar, qon berdilar. Bu narsani bugun kayf qilib jashn oladilar. O'ynab jashn oladilar. Sen bo'lsa o'shalar raqosasi bo'lib yurasan. Meni seni balalarimiz ham ular raqosasi bo'lib yuradi. Joning omon bo'lsin, qalbim. Qarga bo'lsin. Mana bu yerda ishlatish kerak. O'limdan qo'rqma. Ertaga ham o'lasan. Qarasang ham o'lasan. Lekin o'lim ikkita bor. Bir banomus, bir benomus. Biri huviyatsiz, biri huviyatlik. Bilasan shuni? Qaysi biri bo'lib o'lasan? Banomusi yo benomusi? Yo huviyatligi, yo huviyatsizligi. Qay biri bo'lib o'lasan? Mana shunga farq. Farq mana shunga. Kim bo'lib o'lasan? Kim bo'lib tug'ilding-ku? Busi ma'lum. Lekin kim bo'lib o'lasan? Busi noma'lum. Busi seni ixtiyoring. Lekin kim bo'lib tug'ilishing bu seni qo'lingda emas edi. Sen
tug'ulayding tojikda ham uyga tug'ilishing mumkin edi, anglizda ham uyga tug'ilishing mumkin edi, nemisda ham uyga tug'ilishing mumkin edi. Bu seni qo'lingda emas edi. Neki sen qalliq bo'lib tug'ilding, qalliqda uyga tug'ilding. Hop. Bu ixtiyorsiz narsa edi. O'lishing bu ixtiyorlik narsa. Kim bo'lib o'lasan? Mana shu. Shuni boshiga o'ylagin jonim. Jonim omon bo'lsin. Qarg'a bo'lsin. Bir sizlarni ham shu bir eng bir xok poylaring bo'lgan bir qalliqdi balasi. Tojikistondan bugun hududi Tojikistonga qolib ketgan qalliqdi yeridan. Hech Xitoydan, Sinziyandan Afg'onistonga davlat qilgan qalliqdi nasli mana bugun behuviyat bo'lib yurgan, mana shu huviyat milliyati uchun talosh qilib mana shu maydonlarga chiqib, siyosat maydonlariga, boshqalarga chiqib, mana shu urinib yurgan, mana sizlarni bir xok poylaring, mana men bir qalliqman. Ax o'zlaring qo'liga. Tug'ilishing, qaysi millatga tug'ilishing bu seni qo'lingda emas edi. Neki qaysi milliyatdan o'lishing bu seni qo'lingda. Kim bo'lib o'lasan? Mana shu YouTube kanal, meni kanalim. Qarliq Media Facebook kanal bu, YouTube kanal bu. Bular bo'lsa mana shu meni eng yaqin girdimga yig'ilgan Afg'oniston, Pokiston, boshqa davlatlardan, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondan girdimga yig'ilgan qarliqlarimni kanallari. Mana shularni biz olib boramiz. TikTokka ham efirimiz bor. 2 marta panshanba kechasi, shanba kechasi 2 efirimiz bor. Agar g'ayrat qilsang kelasan, yo agar nafsga sotilsang, hering qilib bilmayman, agar qonun buzilgan bo'lsa, o'sha hiringlab o'lib ketasan. Bu tomoni o'zing ixtiyoringga jonim. Neki yig'ilingga Tojikistonniki, Afg'oniston, Pokiston, qardi qallig'i bo'lsang yig'ilingga har bir davlatga bir tadan shot ochingga, men sizlarga aytaman. Chig'ingga shot ochingga. Har bir qarliq bir so'm Tailandga ko'p emas. 1 so'm. Daji qarangga bir tualet kirishlaringdan o'rzon bir oyga. Yig'aynik. Qarliqni bolalari yaxshi sportsmenlar bo'lsa, mana men bugun 4-5 tasini Angliyaga olib boraman. Boshqa joylarga, boshqa sportlarga, MMA'siga ham, UFC'siga ham olib borib chug'oraman qalliqni balasini. Qalliq nomingda. Agar xohlasang yig'ila. Sog' salomat bo'ling.